Savsav bilan Chungungning qayta uchrashishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Undaq bo'lsa, biz uch podshohlik yani davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Savsavning dadasining o'limi to'g'riliq so'zladik. Endi Savsavning dadasi o'lib ketgandan keyin Savsav butun iqlimga jakarlab, men dadamning qisosini olish uchun Shujoga hujum qilaman, Tavchanni yo'qotaman degan bir jakarnomani butun xalq olamga tarqatdi. Ama bu jakarnoma albatta Shujodagi Tavchanning quliga yetdi. Yetgandan keyin bu Tavchan ansirab ketdi. Chunki bu Tavchanninki qo'lasi tuzuk lashkar yo'q. Bu endi bir oymoqni saqlab yotgan bilan unchalik jiq lashkar ketmaydi-da bu yerga. Ammo Savsavninki qo'shilib borgan siri zo'rayotgan gap bu yerda. Shuning bilan bu ansirab qanday qilish kerak deb tadbir topolmay qoladi. Shuning bilan eng oxir nima deydi desa, Shujodagi fuqarolarning hayotini saqlab qolish uchun bo'ldi men o'zimning hayotdan voz kechay degan bir qarorni o'tirdi. Chunki bu Shujoning Aymoqbegi Tavchan degan odam anayt oq ko'ngil kishi deyishga bo'ldi. Bu faqat orada 3 yillik xizmat qilishni xohlaydigan fuqarolarni bek o'ylaydigan odam. Endi bu qarish chiqib qolsa, Savsav hujum qilib, ikkilan qarishlashib, bu Tavchanninki ordusini, ya'ni shu sepillarni buzib kirgan vaqtda albatta Savsavmi fuqarolarni lashkarlarni bo'sh qo'ymaydi. Cho'qim qirg'in qilib etish mumkin-da. Agar Tavchan bevosita taslim bo'lsa, albatta bu fuqarolar hayot qilishi mumkin. Shuni nima deydi desa Tavchan, ikki yaning hujum qilib Savsav faqat gap anglamay hujum qilmasam bo'lmaydi. Cho'qim hujum qilib meni yo'qotaman degan yerga kelgan vaqtda sizlar meni Savsavga topshirib beringlar. Meni jang'oga yerda topshirib berib, mening kallam orqali shu fuqarolarning hayotini qutqizib qilinglar degandan keyin endi bu yerdagi mushavarlar yig'lab ketdi-da. Bizning pasibonimiz nima ish qilib bunday gaplarni deydiganda deb bir xil ta'sirlangandan keyin texmi unday qilgisi kelmaydi. O'zining pasibonni, o'zininki shu boshlig'ini achiqib berish albatta to'g'ri kelmaydi. Shuning bilan bular nima qilarini bilolmay qolgan vaqtda bir odam chiqadi bu yerda. Men bu ishni hal qilay. O'zim Savsav bilan ko'rishib, uni qoyil qilib kelay degan bir gapni deydi. Shuning bilan endi bu qanday amalga oshadi? Savsavni hech kim qoyil qilolmay bo'lsa, sen qanday qoyil qilsa degandan keyin bu odam mening uning bilan burun shunday bir yaqin aloqam bor. Men uning jinnini qutqizib olgan. Shu u menga bir qitimlik qarzdor. Men cho'qim uni qoyil qila olmayman. Degandan keyin boshqa mushavirlarmi bu gapni anglab, bu amal bo'lib qoldiga o'xshaydi. Musha odamni avassak bo'g'dak degan niyatga keladi. Endi bu kishi kim degan vaqtda Chungung, ya'ni Chungung Tay. Ayni vaqtda Savsavdan ayrilib ketgandan keyin bu Chungung Tay nega berishini bilolmay, besh qaygan, tutaygan yerda cho'gilab yuradi. Eng oxirda shu Shujo Aymoqqa kelib, Tavchanga agishdi. Tavchanmi o'z oq ko'ngil kishi bo'lg'ashqa bu Chungungni qoldirib qoldi. Ham uning oldilarida Chungung bir to'p ko'z tush fursatiga erishamaydi. Chunki tinish holatda bo'lganda hammish. Hamda shunday bir tuyuqsiz paytda Savsavninki bu Tavchanga hujum qilib kelishi, demak Chungungninki to'p yaratishga bir fursat bo'ldi deyishkim bo'ldi. Buning bilan Chungung Tavchanninki xatini ilib Savsavninki yana bordi. Endi Savsav qanday jang qilish to'g'riliq plan tuzib, Shujoni qanday ilish to'g'riliq planlab turgan vaqtda sirtdan bir lashkar kirib, nökar biraylarni sizni izlab kelibdi, ko'rishmoqchi ekan degandan u kim deb so'raydi-da Savsav. Uning bilan ismim Chungung deydi. Savsav bilan balki yaqin, burundan tunish do'st degan gapni qildi. Degandan keyin Savsavning kallasiga lab bidlam burunqi aslamlar keldi. Bu Chungung qanday bo'lib bu yerga kelib qolgandi? Zot nima maqsadga kelgandi? Nima sababdan kelgandi? Deb bilolmay, ko'rishmayman deb oxiri ko'rishib boqay bo'lib kelgandan keyin deb Chungungni o'rda boshlaydi. Chungung kirgandan keyin ular ikkalan salomlashib bo'lgandan keyin Chungung o'zininki maqsadini deydi. Men sizdan ayrilgandan keyin shu Shujoga berib Tavchanninki qo'l ostida ishladim. Yaqinda dadangizninki yuz bergan o'limi men bak qayg'urdim. Bir tasoddifiy o'ylamagan ish yuz berib qoldi. Bu Shujoninki Aymoqbegi Tavchanmi oq ko'ngil odam. Dadangizni shunday yaxshi kutib olgan, qat'iy o'ldirish maqsadi yo'q deydi. Shunga agar xohlasangiz shu Shujo hujum qilgan planni
to'xtatgan bo'lsangiz shu jo'ndagi tavchanni kechirayotgan bo'lsangiz degandikan savsa unamaydi. Men dadamning qissasini olmasam bo'lmaydi. Boshqa shugan bo'lsa kechirib yetdim. 200 dak jon bizning barliq urug' tuqqan hammasini qirib etdi. Bu jonni kim menga tirildirib berdi? Cho'qim buning qissasini olmasam bo'lmaydi deb chim turib oldi. Chungongmi buni qoyil qilib bo'lmaydi. Eng oxirida savsa nima deydi desa, agar mening yonimda qolay desangiz, biz yana do'st bo'lib o'tli. Mening yonimda qiling, men mushavir bo'lib, aql ko'rsatdim. Ikkimiz yaqin do'st bo'lib ketaveramiz. Agar yana shu tavchangi bo'lishib, shu jo'ni kechirib o'tishni, tavchanni kechirib o'tishni o'tinsangiz, unda bo'lsa, bizning do'stligimiz mushat oyoqlashsin. Kessangiz bo'ldi. Degandan keyin Chungongmi amal qilinmay, buningga gap qilgan yer qolmabdi deb chiqib ketdi. Demak, hamda Chungongningkimi savsavni qoyil qilish plani amalga oshmaydi. Shuning bilan bu Chungong nima qilarini bilmay qoldi. Chunki shu jo'y qaytay desa, hech qanday to'yib ko'rsatmadi. Pon etib chiqqanda men savsaning lashkarini qaytarib o'tmay, savsaning niyatini yondirmaydi. Ammo plani amalga oshmadi. Qaytay desa, buning qaytqidagmi bir yuzi yo'q. Shuning bilan bu aytini chap turib, yolg'iz bu yoqqa mengib nega olsam bo'lar deb yana besh qaygan, putaygan tarafga mengib ketib qoldi. Unda qo'sa, Chungong bilan savsaning qayt ko'rish hikoyasini bizim so'zlab turib, keyingi filmda bizning so'zlaymizga vaqtda Tavchanninki yordamchi qo'shin taklif qilish hikoyasini so'zlaymiz. Unda qo'z do'stlar, film yaragan bo'lsa, astik inkas rayoniga alt raqamlarni yuraklarni yo'llab qo'yinglar, filmni saqlab olib, tarqatib qo'yinglar. Texmi ko'p uch podshohlikka nodir mazmunlarni o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, texmi cho'nqurlab tushunmoqchi bo'lib qolsanglar, astidagi men so'zlab qo'ygan kandiyin shu cho'ng yediga ularni bisib, men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglab olsanglar bo'ladi.